Mana bu oshqozon ichak tizimi hisoblanadi. Oshqozon ichida suyuqligi bor. 12 barmoqli ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak bo'lib ketdi. Mana bu sohada mana oshqozon osti bezi bor. Oshqozon osti bezi. Bu yoqda o't qo'pi. O't qo'pi, mana bu jigar. Buni bilasiz. Endi qarang. Hozir siz ko'rsatyapti turgan og'rib turgan soha mana bu 12 barmoqli ichakda mana o't qo'pi bilan 12 o't qo'pi bilan oshqozon osti bezi ulanadigan sohada bitta darvoza bor, sfinkter deydi. Oddiy sfinkteri bor. Ana shu soha tiqilib qolgan sizda. Mana shu tiqilgan tiqilma bor mana shu yerda. Bu tiqiladigan bo'lsa, o't ham dimlanadi, oshqozon osti bezi ham, oshqozon ham dimlanib tiqilib qolaveradi. Keyin hazmsizlik, keyin zarda bo'lish bo'ladi, kekirish bo'ladi, xuddi o't suyuqligi og'zi kelib qolgandaqa. Chunki suyuqlik pastga emasda tepaga qarab ketib qoladi. Ya'ni baqa tushib, bu yer bekib qolganligi uchun pastga ketmaydi-da, tepaga qaytib ketganining hisobiga. Hazm yaxshi bo'lmaydi. O't tiqilgandan keyin jigar ham dimlanishni boshlaydi. Tepa taraf, mana o't suyuqligi yaxshi ajralmasa, usti tarafida, tepada bo'ladigan jarayonlar. Jigar dimlanishi, jigar yog' bosishi, o'sha gepatit demagani gepatoz degan bo'lishi mumkin. Mana shu o't suyuqligi o'zini ichida o'zini o'zi zararlab qo'yish bo'ladi. Keyin undan tashqari qon tomiriga mana shu suyuqlik quyilib ketadigan bo'lsa, bu mana shu zaharda endi bu. Xuddi mana jigar qonni filtrlab olib, o'zidan suyuqlik, shu o't suyuqligini hosil qiladi-da, o't qopiga quyadi normada. Keyin bu narsani ichakka quyib yuborish kerak. Ichaklarda keyin haligi o't suyuqlik ichaklarni tozalab dezinfeksiya qilib, axlatlarda shuni tashqariga olib chiqib tashlaydi. Normada o'zi bu shunaqa. Lekin sizda hozir shu jarayon buzilganda qaytadan yana qonga quyilib, butun tana bo'yicha tarqab yotibdi. Boryapti bu boshga mana. Asab chatoq. Tirq ketgan narsa yoqmay qoladi keyin. Xotira pasayib ketib qoladi. Zreniya pasayib ketib qoladi. Endi bu narsa borib turib borsa, buyraklarga ana gormonlar buzilib ketib qoladi. Buyraklarga borsa. Sikl buzilib ketib qoladi, bel og'riydi, oyoq sovqotadi, tana sovqotadi va hokazo. Qon tomirlarga tiqiladigan bo'lsa, mumkin davleniya berishi mumkin. Mana shu musirda endi bu. Zaharlar qon tomir, mayda tomirlarga borib tiqiladigan bo'lsa, davleniya beradi. Yurakka borib tiqiladigan bo'lsa, yurak o'ynaydi, vahima beradi. Yurak o'ynab ketishi, havo yetishmasligi va hokazolar bo'ladi. Endi bu narsa borib teriga borishi ham mumkin, teriga boradigan bo'lsa, toshma beradi, qichishma beradi, har xil yaraga o'xshagan, dog'ga o'xshagan narsalar ko'payib ketib qoladi.